ikki xonalik tayyor yev remontimizni ko'rib chiqamiz. Mana shunaqa uy so'ragan obunachilarimiz juda ko'p edi. Aynan ushbu video siz uchun bo'lyapti. Manzilimiz Termiz shahar avtovokzalda, ya'ni yangi masjid yonida 4 qavatli uylarning birinchi qavatida umumiy maydoni 59 kvadratni tashkil qilgan mana shunaqangi tayyor uyimiz sotuvda. Niyat qilganlar bo'lsa bitta like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni bildirib ketishingiz mumkin. Hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Mehmonxonasini ko'rdingiz. To'g'rimizda hojatxonasi, dushi bilan ikkalasi razdelni hisoblanadi, samarqandlik qilinib, to'liq remontdan chiqarilgan. Bu yerda eski narsaning o'zi yo'q, hammasi yangi qilingan. 4 qavatli uylarda adaptivniy tizimi yo'q. Aynan ushbu uyimiz uchun o'ziga alohida issiqlik tizimi, ya'ni kotel o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek, oshxonada turibdi. Kuxna mebellar qilingan. Narxi 395 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida tortishib talashadigan joylari mavjud. Bog'lanish uchun nomer 99lik 716 53 78. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.